Hozir aziz o'quvchilar, sizlar bilan bino ichida hassa bilan qanday mo'ljal olish kerakligini ko'rib chiqamiz va sizlarga tavsiyalar beraman. Murodjon, Afzalshoh, demak eshitamiz. Bino ichida harakatlanayotganda hassani bir dona devorga va hassani ikkinchi tomonga yo'naltiramiz. Bitta devorga uramiz va ikkinchi tomonga yo'naltiramiz. Xuddi men hozir ko'rsataman. Hassani bering. Xuddi ana shunday. Va alaykum assalom. Mana shu shaklda ishlatamiz. Afzalshoh, marhamat. Boshladik. Yaxshi. Ayni harakatlanayotganda qaddimizni tik tutamiz. Boshimizni to'g'ri tutamiz. O'zimizni erkin his qilamiz. Yaxshi. Kelamiz. Zinapoyada to'xtaymiz.